Rahmat. Apa, men bitta sizga maslahat berish uchun sizga telefon qilmoqchi edimda, maslahatingiz kerak. Siz kimsiz o'zi? Alo, Siz kimsiz o'zi? men Navoiy viloyatidanman. Navoiy? Aha, Xo'p. Navoiy viloyatidanman. Ism sharifingiz bormi? Men bitta murojaat bilan chiqqandimda, faqat ana bu Otabek Hamidov bilan. Nega nima bo'ldi Otabek Hamidov bilan? Yo, Familiyangizni Otabek ayting. Hamidov, endi men sizga boshdan kechirganlarimda hozir aytib beraman. Hozir to'xtab turing, tinch joyga o'tib olay. Familiyangizni ayting. Ha, ana bu Otabek Hamidov bilan murojaatimni pul beruvdi. Otabek Hamidov Familiyangizni ayting. Lola To'xtayeva. Xo'p, endi ayting. Keyin Alo. nisbatan adolatsizlik qilingandi-da. Antennangiz yo'q nimagadir. Yaxshi eshitilmayapti ovozingiz. Menga nisbatan adolatsizlik qilingandi. Kim Shu narsani tomonidan? ana bu direktor tarafdan. Qanaqa direktor? Maktab direktorimi? Ha, maktab direktori. Nechinchi maktab direktori? 25. Navoiy viloyati qaysi tuman? Navbahor tumani. Navbahor tumanida 25-maktab direktori. Aha, keyin Keyin endi men sizga bunaqa deganimni maslahatlayman, o'xshayman, pulim bor, ola olamanmi yo'qmi, menga bir konkretni bir narsani aytmayapti-da, to'g'risi. qanaqa pulingiz bor? Kimda pulingiz bor? Otabek Hamidovda. Qancha pulingiz bor Otabek Hamidovda? 3000. 3000 nima dollarmi? Ha? Nega berdingiz siz Otabek Hamidovga 3000 dollar? Ana bu bitta ishingni hal qilib beraman deb. Qanaqa ishingizni hal qilib bermoqchi edi? Mani ovozimni biror nima qilyapsizmi yo shunchaki so'roq qilyapsizmi? Yo'q, men tushunishim kerak-ku. Menga telefon qilayotganingizni maqsadini. Yo bo'lmasa nima uchun? Sizni men keyin masalan qarang. tanısam ekan, shunday gaplashib ketaversam. Oldin kimligingizni bilishim kerak, qayerdanligingizni bilishim. Hozir men sizga javob berayotganda shularga qarab javob beraman keyin. Keyin men bitta ishimni hal qilib beruvdi, u kishi dedim, lekin xizmat haqi, xizmat haqi bo'ladi-ku. To'g'rimi? Qanaqa xizmat qildi u sizga? Bunaqa bo'luvdi-da, masalan, ana shu sinf masalasi bo'lganda, ana bu noqonuniy sinf ochilgandi-da. Mana direktor tarafdan ikkita sinf, masalan, 25 ta o'quvchi bilan ikkita sinf ochgandi. Keyin? Boshqa maktabdan o'quvchi olib kelib direktorda. Xo'p. Lekin o'sha sinfda men olishim kerak-da. Men ikkita sinf ikkita qo'ydi-da. Masalan, bitta sinfga 12 ta, bitta sinfga 15 ta qildi, lekin aslida 13 ta qo'ydi, 25 ta bola. Asli boshqa maktabda Qarang, antenna bor joyga chiqib gapiring, ovozingiz uzilib. Yaxshi tushuna olmayapman. Endi yaxshimi? Endi gapiring. Xo'p, keyin 25 ta o'quvchini ikkiga bo'lgandi, lekin 30 ta o'quvchi mana boshqa maktabdan ana soxtalashtirdi. Men shu narsani bilardim, masalan, sinfga kirsam, bir 4 ta 5 ta bolani ismi bor, lekin o'zi yo'q kundalik qonga. Xo'p. Keyin shu narsani arasini ochib bergandi. Haqiqatdan ham nohaqlik bo'lgani, o'sha o'quvchilar umuman sentyabrdan buyon kelmaganligi. Aha. Keyin shu narsani bu videoda ochib berdimi? Nima qildi? Videoga olib internetga chiqarib berdimi? Yo'q, shunchaki rahbar men internetga chiqarishini xohlamadim. Maktabingizga borib nima qildingiz? Tekshirdimi, o'rgandimi? Tekshirdi, o'rgandi. Mana bu rayon mudir bilan gaplashdi. Xo'p. Shunaqa bo'ldi. Keyin o'sha ana bu hozir men pul berganman. U menga shuncha tavsiya qildiki, aytdi-ku, agar sen menga shuncha bersang, men senga maktab direktorligini olib beraman dedilar. Zo'r-ku. Zo'r.
keyin bir to'y men aytdim 1 oy 2 oy bo'ldi bu man ishimni qilib bersang qilib ber bo'lmasa man pulimni ber dedim. Qaysi oyda beruvdingiz pulingizni? Bundan 2 oylar bo'ldi. Keyin bu sen Dekabrdan. bu bu sen bu mani ishimni anavi qilib ber, pulimni ber dedim unga aytdim. Bo'lmasa man pulim ber. Endi u aytadi har xil bahona qilyapti-da, man katta pulga tushib qoldim, 286 million pulga tushib qoldim. Bu yuragimni bittasini sotaman deydi, men nima balolar deydi. O endi baribirim apa mana ro'zg'orimdan o'tib 3000 katta pul, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Davlatda ishda ishlasam o'zim. Maktab o'qituvchisi uchun katta pul $3000. Keyin aytdim bu sen bu mani ishimni hal qilib ber dedim. Endi qanaydir man ishimni hal qilgani uchun Qarang, siz u pulni shunday o'zingiz $3000 uyingizdan olib chiqib berib yubordingizmi yo shartnoma tuzib, shartnoma asosida qo'l qo'yib berdingizmi? Yo'q, shuni uyimdan olib chiqib berib yubordim. Hisob raqamiga yaqa-buyoqqa tushirmadingiz? Yo'q, hisob raqamiga tushirmam, qo'limdan oldim. Guvohlaringiz bormi hozir? Masalan, biz Endi aytsak Otabek Telegramda yozishganman, bir ikkita narsalarni skrinshot qo'yganman. qilib olgansizmi? Hozir masalan, sen palonchidan $3000 qarz ekansan deyish uchun kimgadir nimadir asoslaringiz bo'lishi kerak-da, bo'lmasa menga ertaga Albatta. Ovozda xabari bor. menga ertaga u masalan menga tuhmat qilyapti. Yo'q, bunaqa bo'lmagan. Men hech kimdan bir tiyin pul olmaganman deb, masalan, biz hozir undan nimaga pul olasan, bu ayoli pulini ber desak, kim u, men tanimayman, uni pulini olmaganman deyorsa nima deyishimiz mumkin unga? Hozir qarang, baribir men bilasiz-ku, men internetda kuzatib turaman. Videolar qilayotganda videolarim qilmayapti hozir. Menimcha shuni ishiga nimadir bo'lganda men sezyapman. Nimadir bo'lyapti, videolar qilayotadi, videoni to'xtatgan. Men axtaman, men bu yoqdaman, safardaman, shunaqa bo'lib yotadi, unaqa narsalarni to'xtatgan. Menimcha katta pulga tushganmi yoki meni aldayaptimi? Lekin katta pulga tushgani haqida eshitganim yo'q, to'g'risi. Nimadan tushib qolibdi katta pulga? Siz Telegram'ingiz bu, menga bitta narsani tashlaganda, mana fishka qilib tashlagan, sizga tashlab yuboraman. Qani tashlang-chi, ko'raychi. Mana shu raqamda Telegram bor, saqlanib qiling. Bilaman, saqlanib qilganman sizni. Assalomu alaykum deb yozib qo'ydim. Endi 100%. Endi men sizga telefon qilganim sababi, uni ishi to'xtatilgan bo'lsa, mayli, meni ishim kerak emas, o'sha menga direktorlik kerak emas. Oddiy lavozimim yetadi. Meni o'sha pulimni bera oladimi yo'qmi? Yoki men unga aytdim, sen men bilan o'ynashma, qishlog'ingda ayol emasman. Men ishonib ketadiman, uyingda bitta adresini topib, men uyingga boraman, menga qiziqtirmaydi dedim. Siz uyga borishingiz shart emas uni. Bilaman. Uni uyiga borib qidirib yurib nima qilasiz? Bilib o'tiribman-da, endi men pulimni asab bo'laman-da, men aytgan, keyin qarang 6 million menga aytdi, 10 million pul berib tur dedi-da menga. Endi mana bu bitta hojatingizni chiqargandan keyin $3000 keyin yana 10 million pul so'radim. 10 ming tashlaganman, xotinimni plastiga tashlaganman. Keyin 1 million 1 million deb 4 million pulimni ishonasizmi, bir 2 oyda 1 million men o'lmay tursanga deb 1 million tashlab berdi. Unga aytdim, qarang, siz to'xtang, siz ham $3000 berib, ham xotinning kartasiga 10 million tashlab berdingizmi? Tashlab berganman. U tashlab berganingizni skrinshotlari bormi? Bor. Keyin qarang, menga 3 million qarab turing-da, keyin 1 million aytdim, tez pulimni ber mani dedim. Men nima senga dedim, doljimanmi? Men senga pul degan payting berdim, odamgarlik jihatdan dedim. Endi meni pulimni bunaqa uzmasdan tashlab ber. 1 million. Unga men aytmagan gapim qolmagan. Sen lafzing bormi? Sen qanaqa erkaksan dedim. Keyin hozir men 6 million tashlab ber desam, tashlab bermay o'tiribdi. Shu mayli, xo'p, $3000 turibdi. Sen o'ylangda nimadir bo'lgan. Men ham tushunaman. Shu 6 millionimni tashlab ber desam, uni ham tashlab bermaydi. Qanaqa bir farosatchidir.
harom erkak ekanda rostda. Bir dangal bo'lsam, o'sha aytgan vaqtimda, men qarz bo'lsam, aytgan vaqtida men nima bo'lsa o'shani pulni tashlab beraman. Chunki uni ham ehtiyojlari bor. O'sha kunga kerak. To'g'ri, tem bo'li. Voy. Shunda sizdan 10 million pul olgan, uni 4 millionni berdi, 1 million qilib, 6 million unda qoldi, 3 ming dollaringizni ham bermayapti. Ha. Qiziq-ku. Men dedi katta pulga tushdi. Men rahmimni ketiraman. Menga aytdim, xohlasang jigaring sotmaysanmi? Xohlasang boshqa narsani sotmaysanmi? Bu sizni problemangiz emas. Uni problemasi, uni muammosi. Qani problemang dedim. Men endi dedi jigarimni sotaman. Yo'q, buyragimni sotaman. Ana bu 40 ming dollarga buyragini sotayotgan, uni operatsiyaga tayyorlayapti ekan. Shu gap masalan siz birga ishlashgansiz, do'stsiz, shunaqa gap bo'lyaptimi, yo'qmi? Yo'q, men eshitmadim. Yo'q. Katta pulga tushgan odam haqiqatan ham buyragini sotyaptimi? Yo'q, unaqa gap eshitganim yo'q. Eshitsam aytardim og'a sizga. Menimcha ana bu Donda yashaydi u kishi. Uy oldi-ku, yaqinda 3 xonali. Bilaman, Donda yashaymiz. 5 ta qizim, 1 ta o'g'lim bor degan. Anaqadan Yangi Hayot tumanidan 3 xonali uy oldi. Mashina oldi yangi. Kobuldan, bilaman. Bilarkansiz-ku. Bilaman, Kobulga kelganda ko'ruvdim. Unda yaqinda boribdi-da, o'zi Kobult olganiga ham 2 oy bo'ldi menimcha endi. Shu sentyabrlarda ko'rib beruvdi, oktyabr oylarida. Maktabimga kelgan. Sizni nima deb saqlanib qilay? Qani Telegramdan tashlang-chi, ko'raychi narsalaringizni.